Demak, bugun ChatGPT bilan gaplashaman deb ochgan edim. Menga bildirishnoma va yangilik keldi va e'tibor qaratsangiz bu yerda aytilyaptiki, generatsiya изображения серьезно обновилась. Ya'ni rasmni generatsiya qilish tubdan o'zgardi yaxshi tarafga. Быстрее, kreativnее и лучше передает детали. Ya'ni tezroq, kreativroq va alohida detallarga urg'u berilgan deyilyapti va dalini bossa преобразите свои фотографии. Ya'ni rasmingizni tubdan o'zgartiring. Превращайте селфи в студийные портреты, удаляйте фон и кардинально меняйте фотографию. Ya'ni oddiy misol rasmni tubdan o'zgartirishingiz mumkin. Fonni olib tashlab yoki umuman rasmni tubdan o'zgartirishimiz mumkin ekan va juda ajoyib bizni aynan rasm kutib oldi. Dalini bosamiz va bu yerda komikslar, grafikalar, ya'ni aynan matnlar bilan o'lchov belgilari bilan ishlasak bo'ladi. Kimda esda bo'lsa, ChatGPTda o'lchov belgilarini belgilashni umuman imkoniyati yo'q edi va bu safar biz bemalol shiraka formatni, ya'ni katta bo'lgan formatlarni ham bemalol chiqarishimiz mumkin ekan va bu yerda визуализируйте свои идеи. Ya'ni разобраться в сложных темах проще с инографикой и диаграммами. Ya'ni qiyin mavzularni inografika va diagrammalar bilan yana ochib berishimiz mumkin ekan. Biz esa начать создавать-ni bosamiz va bu yerda alohida ajoyib shablonlar bor. Ya'ni birinchisiga to'xtalib o'tamiz, ya'ni studiyniy portret. Oddiy misol biz bosganimizdan keyin bizga alohida prompt chiqadi. Bu promptni o'zbekchaga tarjima qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Men ChatGPTga aynan o'zimda krab bor, ya'ni qisqichbaqalar boqyapman va bu qisqichbaqalarni aynan mavzusini va qanday boqish haqida ma'lumot izlab yuborgan edim. Aytgancha, ikkita qisqichbaqam bor, mana hozir ko'rishingiz mumkin. Ism topish kerak, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Eng zo'r ismlarni qo'yamiz. Demak, biz nima qilamiz? Plus tugmasini bosamiz va добавить foto bor. Oddiy misol, mana men selfida tushganman. Eski rasmim, mana shu rasmni olamizda va biz alohida mana to'lgandan keyin yuboramiz va kutamiz. Oddiy misol, mana analiz изображения. Bizni rasmimizni aynan analiz qilishni boshladi va создание изображения ketdi. Bu yerda siz bemalol fonni o'zgartirishingiz mumkin, aynan promptni o'zida yoki umuman holatni o'zgartirishingiz mumkin. Svetni chapdan o'ngga, o'ng tarafdan iliq svet yoki mana sovuq svet siz bemalol o'zgartirib olishingiz mumkin. Yoki drama effektni qo'shib, bo'li soyalarni yanada bir chuqurroq, shunga o'xshagan chorno-belый, monoxrom, ya'ni agar rasm yo'nalishiga qiziqsangiz, bu stillarni bilsangiz, xohlagan yo'nalishga o'zgartirib olishingiz mumkin bo'ladi va bu aynan ChatGPTning hozirgi vaqtda eng yaxshi modellaridan biri ekan. Biz esa mana ko'ramiz, почти готово deb chiqyapti. Ya'ni oxirgi detallarni qo'shyapmiz deb yozib qo'yibdi. Kutamiz. Meni o'zim nana banana bilan to'g'risini aytsam, wow! Meni yuzim 100%. Prям dahshat. Oddiy misol, mana bu turishim, mana bu fon. Fonni e'tibor qaratsangiz, svetlari bilan svetni o'zini ham o'zgartirsangiz bo'ladi. Bu previewga ham ishlatsa bo'ladi-yu buni. Juda dahshat. Biz esa ikkinchi aynan shablonga o'tamiz. Demak, hozirgi vaqtda men alohida eng zo'r shablonlarni tanlab ko'rmoqchiman va sizlarga qiziq bo'lsa, Nana Banana bilan ChatGPTni birgalikda taqqoslab ko'ramiz. Agar ushbu videorolik 250 ta like yig'sa, demak, animeni bosaman va alohida o'zimning rasmimni yuklab qo'yaman. Добавить fotografию va o'zimni o'sha studiyada tushgan rasmni yuklaymiz. Demak, ko'ramiz qani nima chiqar ekan. Birinchi rasm menga haqiqatan yoqdi. Ko'z rangi, ko'zni o'zi, alohida qoshlar, mimikalar, ya'ni alohida har bitta yuz tuzilishini saqlab qolyapti va bu aynan sun'iy intellektga qiziqadiganlar uchun, qahramonni bitta holatda saqlab qolish uchun yaxshi modellardan biri. Aytgancha puliga to'xtalib o'tamiz. Demak, upgrade ga bosamiz va hozirgi vaqtda men Go ni ishlataman. Menga bu yetib ortadi, ya'ni $5 bir oyga. Maslahat beraman, sotib oling. Ya'ni sizda juda ko'p imkoniyatlar paydo bo'ladi. Endi $20 plusni ham sotib olsangiz bo'ladi agar kattaroq proyektlar qilsangiz. Demak, bizning rasmimiz tayyor va mana bu rasmni ko'rib men haqiqatan lol qoldim. Nega? Chunki anime stilistika meni o'zimga juda yoqadi va bu yerda level up, focus, create, win, ya'ni prям ranglar, chizilishlar. Oddiy misol, mana bu promptni olib, bemalol stil qo'shishimiz mumkin. Kimda esda bo'lsa, men mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, Ghibli yo'nalishida video chiqarganman. Haqiqatan ham yaxshi qo'llar, mimikalar, chizilishlar, soyalar
Menga yoqdi. Biz esa keyingi shablonga o'tamiz. Bilasizmi, 95% odam promptni qanday yozish va prompt mavzusi juda qiyin deb o'ylaydi, lekin aslida unday emas. Hozirgi vaqtda meni yopiq Telegram kanalim bor. U yerda 200 dan ziyod o'quvchilar o'qiyapti va natijalar juda yaxshi. Nega bunday deyapman? Va birinchi darsga e'tibor qarating, promptni qanday yozish. Ya'ni o'ta qiyin va murakkab bo'lgan promptlarni boshidan oxirigacha to'g'ri yozishni 9 ta aynan punktdan iborat bo'lgan algoritmni ko'rsatganman. Ya'ni siz ChatGPT bilan zo'r ishlay olasiz va sun'iy intellektga nima xohlab turganingizni 100% ifodalay olasiz va eng qiyin bo'lgan promptlarni bemalol yoza olasiz. Va bundan tashqari sun'iy intellektga oid bo'lgan mavzular juda ko'p va alohida yo'nalishlarni tahlil qilib, qanday qilib aynan YouTube'da video tayyorlashni 100% o'rgatganman. Ma'qul bo'lsa, havolani qoldiraman, aloqaga chiqing, men sizga batafsil ma'lumotini beraman. Bu yerda komiks variant ham bor ekan, lekin varianti logotipov menga juda yoqdi. Ya'ni bir dona logotipni siz to'g'ri chizib bermasangiz ham, qo'ldan chizsangiz ham aynan har xil variantlarni chiqarib berar ekan. Demak, biz rasmni qo'shamiz va mana bu yerda internetdan oddiy bir logotipni oldim. Sketch Cat deb nomlanar ekan va biz buni yuboramiz. Bu yerda sizni logotipingizni o'zi chizib, o'zi har xil yo'nalishlarga joylab berar ekan va bu meni o'ylashim bo'yicha haqiqatan ham furor, ya'ni yangilik. Aytgancha, men aynan Telegram kanalimda ajoyib bir prompt qoldirgan edim, aynan logotiplar bo'yicha. 12-yanvar kuni men alohida noyob bo'lgan prompt yuborganman. Oddiy misol, meni rasmim va bu rasmda mana e'tibor qaratsangiz, aynan logotip yo'nalishiga o'zim o'zgartirganman va promptini bo'lishganman. Bu yerda aynan sun'iy intellektni mutaxassislari juda ko'p yig'ilgan. Maslahat beraman, kommentariyada men alohida havolasini qoldiraman. Obuna bo'lish mutlaqo tekin. E'tibor qaratsangiz, men bu yerda oddiy sketch variantdagi rasmni yuborgan edim va mana shuncha menga variant chiqarib berdi. Oddiy misol, agar siz aynan logotip yo'nalishida dizayner bo'lsangiz, siz bemalol ilhom olishingiz mumkin yoki sizga kichik biznes uchun yengil logotiplar kerak bo'lsa, bemalol olib ishlatishingiz mumkin. Keyinchalik aynan vektor variantda va aynan patentlangan logotiplarni chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi va bu g'oya olish uchun juda zo'r yechim bo'pti. Sizlarni vaqtingizni olmaslik uchun men alohida fantasy gazetani tayyorlab ko'rdim. Kinolenta, ya'ni raskadrovka. Oddiy misol, sizda g'oya bor va buni kadrlash kerak. Va bu raskadrovka kinolenta modeli juda zo'r, menga ma'qul keldi. Va bu yerda alohida 3D avatar, demak, kino effektga e'tibor qarating, ya'ni krupniy plan, sredniy plan va bu yerda alohida dalniy planlari ham bor, ya'ni juda zo'r planlashtirib bergan va siz buni bemalol alohida video chiqarganingizda yoki kino ishlaganingizda sun'iy intellektda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Tayyor mana prompt. Endi esa bu yerda alohida kimni esda bo'lsa, aynan Garri Potterda qimirlab turadigan gazetalar bor edi va birinchi marta ko'rganimda shunaqa ham bo'ladimi deb kallam ishlamay qolgan. Ya'ni juda zo'r men uchun g'oya bo'lgan, gazetada qimirlab turadi va e'tibor qaratsangiz, buni matnlarni bemalol o'zgartirsangiz bo'ladi. Aytgancha, bu aynan ChatGPTning yangi modeli matnlar bilan zo'r ishlar ekan. O'zbek tiliga ham bemalol tarjima qilib chiqarib odamlarga podarka qilsangiz bo'ladi va mana bu rasmda e'tibor qarating. Bu anime borda, Sailor Moon degan mana shu yo'nalishdagi prям top. Mana bu aynan zakolkalarni inobatga olmaganda, bu alohida bir avatarka bo'lib qopti. Men o'ylashim bo'yicha aynan Telegram gruppamni avatarni o'zgartirib qo'ysam kerak bu videorolikdan keyin. Demak, biz esa qolgan aynan shablonlarni ko'ramiz. Realistichное изображение. Ha, aytgancha, mana shu ham menga yoqdi. Ya'ni siz yoki farzandingiz yoki nabirangiz yoki shunga o'xshagan biron bir do'stingizni aynan chizgan rasmini real tarzda tayyorlab ko'rishingiz mumkin va bu yerda juda ko'plab aynan modellar bor. Hozirgi vaqtda men sizlarga mana shu modellarni ko'rsatmoqchi edim, xolos.